tarixda mustamlachi kuchlar atalmış taraqqiyot va qo'shtirnoq ichidagi madaniy jamiyat barpo qilish uchun hur, ozod bo'lgan minglagan kishilarning kiyimlari sulab o'z mamlakatlariga qul qilib elib ketishadi. Va asir qilingan bu insonlar nachar sharoitlar tufayli nurg'unlari o'lib ketadi. Jismoniy jihatdan kishanlangan, lekin qalbi hur bo'lgan bu insonlar bunda xo'rinishga hargizmi rozi bo'lmaydi. Bu voqeliklar o'tib, bir asrdan keyin yangi asrning yangi tragediyalarida yashmoqdamiz. Lekin ko'pchilik kishilar buni farqat ko'dak sezgurlik va uyg'oqlikning peshida emas. Bugun sumirguchi kuchlarning insonlarni zanjirlar bilan bog'lab, kiyimlarga besib elib ketishning o'rni qolmadi. Bugun kishilar atalmış madaniy dunyoning jannat makonlariga yetish uchun yo'ldagi turli o'lim tahditlariga qaramay o'zlarining xatarlariga tashlamoqda va sumirguchi madaniyatlarning madikorlariga aylanmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu mazmunda, ya'ni men sizlarning mendan keyin mushrik bo'lib ketishinglardan qo'rqmayman, balki dunyoga berilib halok bo'lib ketishinglardan qo'rqaman degaydi. Afsuslanarligi bugun vatanlardan dinni elib chiqqan, gunoh masiyat, harom narsalardan qochib, islomimda yashayman degan ba'zi musulmonlarmi qo'shtirnoq ichidagi ozg'in dunyo asoyishlik uchun jaholat diyorlarining qorong'u cho'nqurlariga o'zini atmoqda. Eng xatarlik bo'lg'ini aqidasini, imonini, kelgusi avlodlarning xatarga qo'ymoqda. Where are you from? Morocco. Morocco. And you Morocco? Yes. Where are you from? Pakistan. 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 Huh? Pakistan. Pakistan. Libya. Libya. Morocco. Morocco. أربع أطفال والطفل بعد 3 سنوات. زوجتي ولدت طفل بالمشفى بعد عمره 5 دقائق تم سحبه من المشفى بهذا المبنى. يا أولادي أنا السبب اللي جبتكم على هاي البلد، أنا السبب. أنا بدي أطفالي، أنا أتخيل أطفالي من مكان. يا الله يا كريم، أنا أشد أي حدا، أنا بدي أطفالي تحت مصرامة ينام. تقريبا 7 سنوات في السويد، إلي طفلة مأخوذة من 3 سنين، وعندي كل الأدلة القاطعة بالفيديوهات وبالأدلة الأوراق من المحكمة إني أب غير معنف. لأنه ما في ظلم أكبر من ظلم إنه تحرم طفل من أمه. Aynı vaqtda Musa alayhissalom Bani İsrailni Firavunning zulmidan Sino cho'liga elib chiqqanida Bani İsrail yemeklik ve turalg'u joydan qiynaldi. Allah azza ve jal ularga osmondan bo'duna va tranjibil tushirib berdi va ularga 12 tal buloq chiqarib berdi. Ular shu ne'matlarni, mo'jizlarni ko'rgan holda, "Ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab tura olmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlardan tarhamak, samsaq, piyozlarni o'stirib bersin" dedi. Subhanalloh. Bu o'zining kimligini, qadr qimmatini, nima uchun shu zolimdan hijrat qilib chiqqanligini bilmaydigan, jaholatga petib ketgan qavmning so'zlari edi. Musa alayhissalom, sizlar yaxshi nachar tegishamsizlar, ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatlarni tranjibin bilan bo'dundan ortiq ko'ramsizlar. Biror shahar kiringlar. Shu yerda tilgininglar bor dedi. Bu o'zligini unutgan, ya'ni shu xorliq davrini yaxshi edi deb eslaydigan bir qavmning xorliqqa ko'nishining mahsuli edi. Bugun shaytoniy sistem insonlarning dunyo qarash, qimmat o'lchamlarga har sohada singib kirdi. Turli propaganda tashviqotlar insonlarni iymon, vijdon, saf fitrat bilan haqiqatni ko'rishdan to'sib qo'ydi. Har kuni oldimizga shaytoniy sistem ta'minlagan turli tanlashlar qo'yildi. Jismoniy qulluqqa qaraganda zehniyat qulluqi insonlarni sezdirmas, his qilmas qilib tashildi. Nurg'un kishilar suvni qizitib poq pishirish degan hikoyani anglab boqqan bo'lishi mumkin. 19-asrning oxirida Amerika Cornell universitetidagi olimlar paqini 40 selsiya graduslik suv tashlaganda faqat tuyuqsiz yuz bergan yuqori temperaturning g'idiqlashiga bardoshlik berolmay darhol suvdan sakrab chiqib ketgan. Ikkinchi qatim tadqiqotchilar paqini avval sovuq suv qachilangan qachiq silib, suv temperaturasini
her minutda 0,2 Selsiya gradusda asta-asta o'rlatgan. Boshlanishida suvning temperaturasi rahat bo'lg'achqa, paqa erkin azoda turgan. Keyin yuqori temperaturaga bardoshlik berishga amalsiz qolganligini bayqaganda, allaqachon armon shu darmon bo'lolmay, bilib bilmay issiq suvda pishib o'lib qolgan. Bek rahat muhit ko'p hollarda xatarni o'z ichiga oldi. Eng yomon ahvol hargizmi nachar muhitda turgan vaqt bo'lmasdan, balki o'zimiz sezmagan holda xudini yo'qitib qo'yib, chekka yetganda pushaymon qilibmi ulgurmaslikdir. Kichik o'zgarishlar bo'lgan beparvolik favqulodda xatarga duchor qilishi mumkin. Shuning uchun atrofimizga muhitning temperaturasini o'lchab turishimiz kerak. Ijtimoiy munosabatlar, madaniyat qimmatlari va atrofimizga kishilarning inson psixikasi, harakati dunyo qarishiga ko'rsatadigan ta'siri zo'r bo'ladi. Kufr ko'langisini tashlab turgan fasod jamiyatlarda asta-asta uning zaharli tutunlari vujudimizga ta'sirini ko'rsatadi. Va biz musulmonlarga yot, yerganishlik narsalar bizlarga odatdagi holatlarga aylandi. O'zimi tuymagan holda o'zligini, qimmat qarashlarini yo'qitib qo'yishi hech gap emas. Alloh taolo o'zlariga zulm qilganlarni asta-asta halokatga yaqinlashtirganligini bayon qildi. Biz yaratgan ummatlar ichida haq yo'lga da'vat qiladigan va haqda ching turadigan bir ummat bor. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga muhlat bermayman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Bu muhlat zot qachongacha? Biz yana qachongacha behudlikda yurimiz? Shundoq. Hijrat hargizmi rahat farog'at uchun dinini yo'qotish emasdir. Hargizmi osonchilik hayot izlab dunyo kezish emasdir. Balki bu ilohiy g'oya yo'lida dinga haqiqiy amal qilib, muqaddas kurash yo'lida dodil qadam bosishdir. Qiyinchiliklarga yuz tutishdir. Qiyinchiliklar va mushkulotlar insonning hayotga moslashish iqtidorini kuchaytiradi. Jamiyatshunoslarning ko'z qarashi bo'yicha qiyinchiliklar insonga masalalarni hal qilish, tafakkur yetildirish va ruhiy jihatdan pishib yetilishning yo'llarini ko'rsatadi. Rahat turmush insonni bo'shonliqqa va maqsadsizlikka yetaklaydi. Bunday kishilar ko'pincha o'ziga bo'lgan ishonchning kamligidan yoki mag'lubiyatdan qo'rqish tufayli hayotdagi xirislarga taqobil turishdan qochadi. Haqiqatan qiyinchilik doimo buyuk ishlarni vujudga chiqaruvchilarning hamrohi bo'lib keldi. Rahat farog'atga berilish, yemirilish, vayron bo'lishning nishoni bo'lib qoldi. Aziz qarindishim, islom uyg'unish harakatida o'zingizning bir kishilik o'rnini his qilsangiz, Alloh tarafga qiching. Hargizmi qiyinchilikdan emas. Hidoyat nuriga qichingki, hargizmi ozg'inlik yo'liga emas.